Xudoning so'zi bilan yashash va usiz yashash osmon bilan yerdek farq qiladi. Siz muqaddas kitob orqali Xudoga yaqinlashsangiz, u ham sizga yaqinlashadi. Qalbingizni o'zgartiradi, aqlingizni charxlaydi va qadamlaringizni to'g'rilaydi. Kalomsiz siz yolg'iz yurasiz, ammo Xudoning so'zini o'qisangiz, u siz bilan birga yuradi. Har kuni o'rgatadi, boshqaradi va baraka beradi. Shunda sen muvaffaqiyatga erishasan va omadli bo'lasan. Yeshua 1:8. Buni bajargin, shunda sen yashaysan va ko'payasan. Qonunlar 8:1. Men buni o'qidim va har kuni bajardim. Hayotim tushkun va omadsiz holatdan quvnoq va barakali hayotga aylandi. Shuning uchun bugun qaror qiling. Xudoning kalomini har kuni o'qing, unga amal qiling, bo'lishing va hayotingiz qanday o'zgarishini ko'ring. Kunida 3 bobdan o'qing va 1 yilda muqaddas kitobni tugatasiz. Xudoning kalomi haqida faqat eshitibgina qolmay, uni shaxsan bilib olasiz. Bugun siz qanday qaror qilasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Like bosing, ulashing va obuna bo'ling. Xudoning kalomi bilan sayohatingizni bugunoq boshlang.